ko'zga ko'ringan, yoshlar orasida juda ham mashhur desak ham bo'ladi, Lochin El Muhammad tadbirlarda, ijodiy kechalarda juda ham faol yigitimiz. Demak, u kishini ham biz bugun studiyamizga taklif etsak-da, mana san'atkorlarimiz, ijodkor jo'rligida bir ajoyib suhbat bo'ladi. O'ylaymizki, balki ularning she'ri sizga ma'qul kelib qolsa, bir chiroyli mualliflik qo'shiqlarni ham yaratarsiz. Mana shu qilib she'rlari trendda Lochinbek desangiz bo'ladi-da. Albatta. Marhamat, Lochinbekni kutib olamiz. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Lochin aka, xush kelibsiz. Rahmat. Voy, ana surpriz. Yana Nashrdan chiqqan kitobim ham sizga sovg'a. Rahmat kattakon. Ana, sakkizinchi martani bir ajoyib kayfiyatda boshlab oldik. Lochin aka, xush kelibsiz studiyamizga. Ana aka, studiyamiz gullardan to'lib qoldi. Mikrofonni G'ofur aka taqdim etamiz. Marhamat. Lochin aka, xush kelibsiz. Charchamasdan keldingizmi? Uzoq Chiroqchi tumanidan. Shunday. Aytadi-yu, keldim olis yo'l bosib, qancha davonlar oshib deydi-yu. Shunday assalomu alaykum. Avvalambor hurmatli Qashqadaryo ahli, aziz yurtdoshlarimiz, bugun vohamizda mehmon bo'lib turgan, olislardan kelib bugun viloyatimizda bayramona kayfiyatda o'tirgan aziz yurtdoshlarimiz, barchangizga bugungi fayzli kunimiz muborak bo'lsin. Keyin esa onajonlarimizni, opa-singillarimizni, ayollarimizni yaqinlashib kelayotgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklaymiz. Ilohim, har kunimiz tinch, mana shunday bayram bo'lsin. Hammani to'ylarga, yaxshi kunlarga, mana shunday bayramona diydorlarga yetkazsin. Lochin aka, xursandmiz juda ham bugun sizni ko'rib turganimizdan. Bundan oldingi dasturlarimizda ham ko'p bora sizni g'oyibdan ham taklif etganmiz, aynan ekran orqali ham muxlislaringiz talab va istaklariga ham ko'ra. Keling endi mana shu suhbatimiz avvalida doimgidek ijodkordan nima so'rashadi? She'r so'rashadi deydik. Qaynoqgina. Tandirda endi uzilgan, siyoh qurmagan deydik-ku. Mayli, chiroyli bir ijod namunangizdan muxlislarimizni bugun bahramand qilsangiz. Mayli, siz aytgan yangilaridan bo'ladi. Hozir shu xalqimizni qalbidan joy olgan bir she'rimni o'qib bermoqchiman. Bu Onam diydori nomli kitobimni ham bugun onalarimizga tuhfa sifatida olib keldim. Bugun mana shu Onam diydori nomli kitobimizdan bir onalarimizga, ayollarimizga bag'ishlab bir she'r o'qib bermoqchiman. Ayol qo'limdagi qadah sen uchun. Kuylashga farahsiz farah seniki. Lab ochib bokira sochasan gulob. Samodan bag'rimga qochasan mahtob. Ayol, oh bunchalar latofatlisan. Sen har on keraksan, nazokatlisan. Dunyoda sahro yo'q, sen bor hijron yo'q. Laylosan, shirinsan, sen bor armon yo'q. Gulim deb Navoiy g'azallar bitdi. Lek madhing bitmadi, asrlar o'tdi. Aytgil, ne qilay men, ne istaging bor. Bajo keltirayin, ne tilaging bor. Sen axir muqaddas tuyg'u xonasi, tug'ilajak baxtning mangu onasi. Dunyoda eng go'zal ochun seniki, poyingga tiz cho'kar lochin seniki. Yasha. Ofarin, ofarin.